Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodir nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Milodiya 1485-yili yoz. Üç tarafdan hayvat bilan kelayotgan zo'r qo'shinning orasida qolgan Toshkent shahrini vahima bosgan edi. Urush malmonchiligidan ansirab, xotin bolalarini elib taraf-tarafga qochishga boshlagan uloqliq yoki piyoda kishilar mangdamda bir ko'zga cheliqatdi. Ularning Toshkent shahrini tashlab ketishga qiymagan turqi bakmi g'amkin bechora edi. Sulton Ahmad Mirzning Toshkentni tortib olish uchun sanoqsiz lashkar boshlab kelayotganligidan xabar topgan Sulton Yunusxon Sayramdan cho'ng xonzodasi Mahmudxonni 15 ming lashkar bilan Toshkentni qo'g'dashga oldin manquzgan edi. Ömer Shayx Mirzo aksining oldini to'sish uchun Andijondan 20 ming lashkar bilan yo'lga chiqqan edi. Toshkentga yaqinlashayotgan 3 qo'shinning o'ttirisida yuz berish ehtimoli bo'lgan jang Qosh bilan Kirpikning oraliqida qolgan edi. Dadasi Abu Said Mirzo vafotidan keyin Samarqand taxtida o'tirgan Sulton Ahmad Mirzoga ikbaqdishi Sulton Husayn Boyqaraning Hirot taxtida o'tirib Xurosonni mustaqil qilib olishi xeyli og'ir kelgan edi. Garchi u Xurosonni qaytarib olib, Mavara-un-Nahir saltanatining shoni shavkatini qaytadan asliga keltirishni shunchalik armon qilgan bo'lsa, lekin yodgor Muhammad Mirzoni o'ldirib, taxtda o'tirishga muvaffaq bo'lgan Sulton Husayn Boyqara Hirotning Amir Temur, Shahruxxon qatorliq katta hukmdorlar davridagi shoni shavkatini asliga keltirish uchun bir qator unumli tadbirlarni qo'llanib, Xuroson vodisidagi amir baylardan tortib oddiy avomgacha birdek qo'llashiga erishib, birdinla kuchayib ketgan edi. Shunga u ha deganda Hirotga lashkar tortishga qaramlik qilolmadi va ilojisiz Sulton Husayn Boyqara saltanatini e'tirof qilib, dardini ichiga yutishga majbur bo'ldi. Shundaqdimi bepoyon Ishqidaryo vodisi Mavara-un-Nahir saltanati uning ilkida edi. Farg'ona amiri bo'lgan inisi Umar Shayx Mirzodan tortib Badaxshon Qunduz vodisining amiri bo'lib turgan inisi Sulton Mahmud Mirzogacha uning saltanatiga itoat qiladi. Uni Cho'ngxon deb e'tirof qilgan edi. U ikki inisi bilan lashkariy kuchini birlashtirib, Sulton Husayn Boyqara hokimiyatini og'dirib, Xurosonni qaytadan tasarrufiga elishni ko'ngliga pukkan edi. Mirzo Abdulquddus bek Sulton Yunusxonni qutuldirish uchun Shayx Jamoliddin Xarni o'ldiribdi. Shuning bilan Samarqand taxtigohiga bevosita qarashliq hisoblangan Toshkent shahriga inisi Umar Shayx Mirzo igidorchilik qilib oldi. Asiyada Xurosonni qaytarib olishda qolgan Sulton Ahmad Mirzo buningga ancha e'tibor qilib ketmagan, inisining Toshkentga igidorchilik qilishiga yo'l qo'ygan edi. Biroq Sulton Yunusxonning Umar Shayx Mirzoni kuyovul qilib olishi bilan o'ttirisida paydo bo'lgan tasvirligisiz bir yaqinchilik uni biroz xotirjamsizlantirib qo'ygan edi. Garchi o'zining Sulton Yunusxonga kuyovul ekanligini esiga olib tursin, lekin ko'nglidagi gumon tashvishlar faqatli yo'qolmadi. U inisi Umar Shayx Mirzo Sulton Yunusxonga kuyovul bo'lgandan keyin farmonlarga bo'ysunmas, oqiliq, cho'ngxonlik martabasiga e'tibor qilmas bo'lib olgandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Toshkent shahrining Farg'ona tasarrufiga tava bo'lib qolishi o'rnida oz to'la fitna-fasodga sabab bo'lgan edi. Shuning bilan u inisining Toshkentga bo'lgan igidorchilik huquqini bekor qilib, yorliq tushirdi. Umar Shayx Mirzo bo'lsa, bu yorliqqa qarshi chiqdi. Inisining bu qarshiligini o'zi uchun haqorat hisoblagan Sulton Ahmad Mirzo saltanat suri bilan inisini adablash, Toshkentga bo'lgan igidorchilikni asliga keltirish uchun bir qancha qitim lashkar tortishga uringan bo'lsa-mu, har qitimliq urinishni aqlliq inisi Umar Shayx Mirzo qaynotasi Sulton Yunusxonni org'a silish orqali to'sib qo'ygan edi. Sulton Ahmad Mirzoning nazarida Sulton Obulxayrxonning o'limi bilan aka-uka qozoq sultonlarning ajallik zarbasiga uchrab, qumdek chechilib ketgan Dasht Qipchoq qavmi ancha kuchli dushman hisoblanmaydi. U ularni mangu bosh ko'tarmaydi, bir bayroq ostiga jo'g'ilishib xavf yetkazgudek kuch bo'lib uyusholmaydi deb qaraydi. Shunga
Yosh Muhammad Shaybonixonning Dashti Qipchoq dalasының xilvat sahrolarida lashkar jo'g'lab yurganligidan xabar topgan bo'lsa-mu, ancha e'tibor qilib ketmay, Xorasonni qo'lga kirgizib olgandan keyin Hirotdek katta, go'zal bir shaharga saltanat taxtini tiklib olganligidan hayajonlanib yurgan Sulton Husayn Boyqarodan ehtiyot qilib atapti. Enisi Umar Sayx Mirzani adablashga oldirab tursa-mu, oraga qiynatisi Büyük Moğoliston hükümdarı Sultan Yunusxon qistirilib olganlik uchun ilojisiz dardini ichiga yutishga majbur bo'lgan edi. Unig'anga yo'nag'an degandek Umar Sayx Mirza uzoq yili Shahruqiya qal'asini yo'qilan bahona bilan besib oldi. Qal'a begini Samarqandga qo'g'libatdi. Bundan qattiq qursoq ko'pga his qilgan Sulton Ahmad Mirza qat'iy niyatga kelib lashkar tortishga tayyorlanib edi. Umar Sayx Mirza yana qaynotasi Sulton Yunusxonni taklif qilib akeldi-da, ustalik ishlatib butkul Farg'ona viloyatini Toshkent shahri bilan qo'shib uningga o'tkazib berdi. Enisi bilan qaynotasining birlashib olishi Sulton Ahmad Mirzaning qattiq o'g'sini qaynatgan bo'lsa-mu, ayg'oqchilar orqali Sulton Yunusxonning Umar Sayx Mirzaga nasihat qilib, Farg'ona vodisini tasarrufiga elishga unimganligini, ammo aka-inilar o'rtasida talashib qolgan Toshkent shahrini ayirib boshqarib turmoqchi bo'lganligini anglab, yana bir qatim paylidan yenishga majbur bo'lgan edi. Enisining vafosizligidan, qaynotasining insofsizligidan og'rinib, hasratlanib yurgan kunlarda ayg'oqchilari uningga Mirza Abubakirning isyon ko'tarib, Qashqarni markaz qilgan butkul Malayziya vodisini ilkiga elib olganligini, Sulton Yunusxonning bir qancha qatim jazo yurish qilibmi, isyonni besiqtirish u yoqda tursin, qattiq yengilib, nurg'un lashkarlardan ayrilib qolganlik xabarini yetkazdi. Qaynotam Sulton Yunusxon oliylari Malayziyadan ham nurg'un lashkarlardan ayrilib qolgan bo'lsa, endi uning inim Umar Sayx Mirzaga ko'maklashgidek majoli qolmabdi. Bu Toshkentni qaytarib olishning eng yaxshi fursati. Endi nimaga qarab turaman? Darhol lashkar tortib berib, butkul Farg'ona vodisini ilkimga olay. O'zini to'lim aqlli chog'laydigan inim Umar Sayx Mirzani rosa adablab, uni Samarqandga qaytarib kelib saltanatimni mustahkamlay. Alloh xolisa, bu niyatim amalga oshib qolsa, kelar yili ko'klam faslida zo'r qo'shin tashkillab, Hirotdagi Sulton Husayn Boyqaro ustiga lashkar tortay. Jannat makon xon otam nurg'un yurak qinin sarf qilib ilkiga olgan Mavara unnahir saltanati mening qo'limda parchalanib vayron bo'lib ketsa, nomus emasmi? Toshkentga lashkar tortib kelayotgan Sulton Ahmad Mirzaning niyati ana shundoq yomon edi. Shunga u Samarqanddan yo'lga chiqqandan beri lashkarlarni oram oldirmay mangdirib, Toshkentga qistab kelyotdi. Ot ustida choy qilib o'tirgan vujudini tatliq xiyollar asir ilib olgan edi. Qiblagohimga ma'lum bo'lg'ay. Etini qo'yindek choptirib kelgan Tavoji Bey Sulton Ahmad Mirzaning oldiga o'tib otdan tushdi. Nima gap? Sulton Ahmad Mirza tatli xiyollarga barham bergan Tavoji Bekka sat gülaydi. Tangrining do'sti Pir Buzruk Xo'ja Nasriddin Abaydulloh Ishon hazratlaridan on hazratimga jiddiy maktub keldi. Ishon pirining ismini anglab, Sulton Ahmad Mirzaning chiroyidagi g'azab tumanlari tarqadi. Uning nazarida Pir Buzruklarning har qanday farmoni daxlsiz edi. Har qanday vaqtda, har qanday joyda Xo'ja Abdulloh Ishonning nomini anglasa, darhol diqqatini jam qiladi. Tavoji Bekning yanadagi darvish sifat yigit qo'ynidan bir parcha xatni elib Sulton Ahmad Mirzaga uzatdi. Xatning hurmati uchun u darhol otdan tushdi-da, xatni elib avval peshonasiga tekkizib tavob qildi. So'ydi. Ondan yechib o'qishga boshladi. Shu daqiqada Sulton Ahmad Mirzaning qo'shinlari turilib ketib boradi. Samarqandga yetib kelgan Muhammad Aydar Mirza Xo'ja Abaydulloh Ishonni Sulton Ahmad Mirzaning Toshkentga lashkar tortganligidan xabarlantirgan va Ishonni Farg'ona vodisini urush ofatidan qutuldirish uchun Sulton Ahmad Mirzaga nasihat qilishga ko'ndirgan edi. Toshkentda zo'r qirg'inchilikning yuz berish ehtimoli borligini faraz qilgan Xo'ja Abaydulloh Ishon Sulton Ahmad Mirzaga
xeytini topshirib olgan hamon midirlamay turishni, uninggacha o'zining darhol yetib borganligini bildirib, choparman mang'izgan edi. İşan Piraning xeytini o'qib tugatgan Sultan Ahmad Mirzo ulug' kichik tindi. Chiroyidan kuchlik norozilikqa chiqib turadi. Shu topda u Toshkent shahrining bu so'g'isiga kelib qolay degan edi. Lashkariy yurishni to'xtatqusi yo'q edi. Toshkentga qancha tez tegish qilsa, g'alaba qozonish ehtimolining shuncha cho'ng bo'lganligi uningga ayon edi. Lekin Pir buzrukning qarg'ishidan voyim yeb, lashkariy yurishni to'xtatishga majbur bo'ldi. Lashkarlar yurishni to'xtatib, mushiyagli qarorgoh tiksin. İşan hazretimni saqlaymiz, dedi u Tavachi bekka qarab. Çatqal tağlaridan askan g'urg'ur shamol, quchoq yetkusiz po'r so'gatning soyisidagi o'tqashdek silchi ustida bodashqon qurib o'tirgan kishilarga boshqacha rohat beg'ishlaydi. To'rda Sugatning qorni yo'q qo'liga yo'linib o'tirgan Xo'ja Nasriddin Abaydulla İşan qo'lidagi kahrvo tasvini seyrig'nicha ko'zni yerim yumib o'tiradi. Uning o'ng tarafida o'tirgan Sulton Yunusxon bo'lsa, yanida o'tirgan ikki kuyovli bilan ko'zning uchirishib qolishidan ehtiyot qilgandek beshini to'van silib olgan edi. Turqidan eg'ir bir ziddiyat ichida qolganligi bilinib turadi. Sultan Ahmad Mirzo bilan Umar Sayx Mirzoning chiroyida bo'lsa, eg'ir adovat tumanlari alang etdi. Go'yo hozir bir-biriga qilich yalang'ochlab qo'pilgandek. Xo'ja Abaydulla İşan bu hukmdorga tang xat avatgan, xetida o'zi yetib berib bo'g'icha yog'idan saqlanib kutib turishni alohida topilgan edi. Shu sababdan ular qarorgoh tikishib, jang qilmay saqlab turishgan edi. Samarqanddan kech-kunduz to'xtamay yo'l yurib yetib kelgan Xo'ja Nasriddin Abaydulla İşan Sulton Ahmad Mirzoning qarorgohidan ancha yiroq bo'lmagan to'pilikka chedar tikib, bu uchaylarni qishig'i kelishga taklif avatgan edi. Butkul Mavara Unnahir vodisida Tangrining dargohiga yetgan zot deb cheksiz hurmatlanadigan Xo'ja Abaydulla İşanning nomini Sulton Yunusxon xil burunli anglagan edi. Ömer Sayx Mirzo Yunusxonga Muhammad Haydar Mirzoning aksi Sulton Ahmad Mirzoga nasihat qilish uchun Samarqandga ketganligini, navoda aksini paylidan yondira olmasa, Xo'ja Abaydulla İşanni org'a salmoqchi bo'lganligini aytdi. Yunusxon Muhammad Haydar Mirzoning elchiligining xayrli bo'lishiga, Xo'ja Abaydulla İşanning Sulton Ahmad Mirzoga nasihat anglata olishiga ancha ishonch qila olmadi. Ayg'oqchilardan Sulton Ahmad Mirzoning zo'r qo'shin bilan Toshkentga kelayotganligini anglab, kuyovli bilan bir maydon hayot-mamotlik jangi qilishga bel bog'ladi. Orqadan ayg'oqchilar Xo'ja Abaydulla İşanning Toshkentga qarab kelayotganligi xabarini yetkazdi. Bu xabar Sulton Yunusxondan ko'ra Umar Sayx Mirzoni bakrak xush qilib etdi. Ahvoldan qaraganda Muhammad Haydar Mirzo janoblari İşan hazratni qoyil qilgan chig'i. Ol İşan hazrat yo'lga chiqqan bo'lsa, Farg'ona vodisi yog'i obtida saqlanib qolgan o'xshaydi, dedi Umar Sayx Mirzo xushalligini yo'shirmay. Inshaalloh, aytqanlari kelgay, dedi Sulton Yunusxon ko'nglidagi gumonlarini yo'shirishga tirishib. Har holda bexud turib qolmayli. Aradan bir necha kun o'tganda Sofi Chaparman İşanning Sulton Yunusxon bilan Umar Sayx Mirzoga ayrim yozgan xetini yetkazdi. İşan xetida ularni sabr toqat qilib, yog'i qilishdan saqlanishga alohida tavsiya qilgan va o'zining darhol yetib borganligini bildirgan edi. Tönügün ayg'oqchilardan Xo'ja Abaydulla İşanning yetib kelganligini, Sulton Ahmad Mirzoning qarorgohiga tushgan qilmay, ayrim chedir tikkanligini anglagan Sulton Yunusxonning ko'nglidagi İşanga bo'lgan gumonlari xeyli ko'tarilib ketgan edi. İşan hazratning Sulton Ahmad Mirzoning qarorgohiga tushgan qilmay, ayrim chedir tikkaniga qaraganda qarindoshlar o'ttirisidagi bu da'voga adl adolat bilan hukm chiqarishga bel bog'lagan o'xshaydi. Toshkentni menga buyurib bermasa mayli, lekin Umar Sayx Mirzo nohaqchilikka uchrab qolsa bo'lmaydi. Uning paylidan qaraganda Toshkentni og'siga berishga hargiz roziligi yo'q.
Biroq ol İsan Hazret bu davaga qanday hukm chiqarar ekan? Nasihat qilib Sultan Ahmad Mirzani paylidan yondira oladimi? U Toshkentni inisiga berishga rozi bo'ladimi? O'sha sababdan og'i inlar o'rtasidagi adovat dushmanlikka o'zgarib ketmasi bo'ladi. Ishonchli ma'lumotlardan qaraganda, Dasht Qipchoq hukmdori Sulton Ubilxayr xonning nevarasi Muhammad Seybon xon chechilib ketgan qavmni to'plab qisos shamshirini bilab etibdi. Danışmanlarning yilon bolasi kichik bo'lsin odam chaqidi, o't ushqini kichik bo'lsin chachirisi ko'ydiradi deydigan hikmati bor. Şunu onu səlcaqlaşqa olmaydı. Mana Tuzkor Mirza Aba Bekir'den kelavatqan başağırıqı yetib aşıdı. Heratdaki Sultan Hüseyin Baykara hakimiyetini mislisiz küçüyüp ketdi deb anladı. Əmdi Sultan Ahmet Mirza enisi Ömer Şeyh Mirza bilan adavatləşməy, səltənətini müstəhkəmləb, Xurasanını qaytırıb elişxan xiyalidan vazgeçkini əvzə. Sultan Hüseyin Baykara bilan yağı qilishsa, mag'lubiyatga yuzlanib qilish ehtimoli cho'ng. Avada ular o'ttirsida yağı bo'lsa, oradan foydani Muhammad Seybon xon boshchiligidagi Dasht Qipchoq qisoskorlari oladi. Sultan Ahmad Mirza nemish bu yoshirin xavfni tushunmaydigandir. O'rni ostidagi xatarlik yovdan ehtiyot qilmay, nemishqa hadisli inisi bilan yağı qilmoqchi bo'ladigandir. U mening Toshkentga egdorchilik qilganimdan norozi. Ammo ko'nglidagini deyishdan uyaladi. Yo'q, u hargiz uyalmoqdak. Bo'lmasa lashkar tortib yurmaydi. Qaynota bilan kuyovg'il, og'i bilan yana qilish yalang'ochlashibdi desa, muxoliflarimizning xo'riga o'sib qolmamdi. Albatta shundoq bo'ladi. Boshqasini demagandim. Tuzkor Mirza Aba Bekir'ning nafsi texmi yo'g'inaydi. Qisos shamshirini bilab turgan Muhammad Seybon xonning qavmi g'ayratga keladi. Shu topda ikki kuyovli bilan bir zilchida o'ltirgan Sulton Yunus xonning kallasidan o'sha xiyollar qayta alangamoqda edi. U xiyolini yig'ishtirib, kuyovlariga yer tegidan qarab qo'ydi. Sultan Ahmad Mirza bilan Ömer Şeyh Mirza barliq umidini to'rda o'ltirgan İsan Hazretga bog'lagandek qiladi. İsan Hazretim nimalar degan bilan Samarqand murtlarining peshvosidir. Qo'l berib prostoz tutqunimning yuzini qilibmi bo'lsa, buni inim degan gardankashga ikki og'iz nasihat qilmay qolmas. Men degan marhum bu Said Sultonning qonunliq taxt varisiman. Gerçi Xurasonni Mirza Hüseyin Baykaraga tattirib qo'ygan bo'lsam-mu, yana Mavara Unnahir va Farg'on vodisining yagona tojdoriman. Endi bo'lg'uchining og'ziga farmonbardorlik qilish yo'li bor. Elim unga ko'p yo'l qo'ydim. O'lpan, boshqarajlarni kechiktirsinmi, o'rtaga kelib salom baja keltirmisimi, ko'nglimga olmadim. Ammo tasarrufimlik shahar viloyatlarni kimga buyurib berish mening ixtiyorimda bo'lishi kerak. Toshkentni qaynotam Sulton Yunus xon oliylariga berishga to'g'ri kelsa, buni enim emas, men buyurib berishim kerak. Uning bu boshtonligini hargiz kechirishga bo'lmaydi. Yana sukut qilsam, bugun taxtigohimga ko'z tikishi mumkin. Qaynotam bayatdan beri chandırmaslik tirishib, illiq chiroy o'tirgan daqiqani bilan ko'nglida men norozi bo'layotganligi aniq. Lekin mening ahvolimni tushunish kerak edi. Toj egasining o'ziga tushliq shoni shavkati bo'lish kerak-da. U hadisi enimga bo'lishqasqa. Demak, o'shunda ustun bo'lib qelyotdi. Menmi kuyovligim? Nemishqa ikki kuyovlig bir ko'zda qaramaydi. Mushularni xiyol qilib pushildab o'tirgan Sulton Ahmad Mirzaning bir tag'ar qo'saq ko'pigi bordek qiladi. Qaynotasi Sulton Yunus xonni tog'dek yo'lanchuk deb bilgan Ömer Şeyh Mirzaning vujudida shu topda qilchilik, xavfsirash alomatlari yo'q edi. Elmo uning og'liq sultonlik hurmatiga rioya qilib keldi. Jannat makon padarimdan qolgan buyuk saltanat riyoq yuzlanmasin. Qarindoshlar o'tirsida nizo paydo bo'lib,
tasarruf parçalanib ketmasin deb har qanday xo'rliqlarga bardoshlik berdi. O'z vaqtida jannat makon xon otam meni Kabuldan qaytarib kelib, Farg'ona viloyatiga avatganda Toshkentni menga buyurib bergan edi. Gerçi Toshkent to'g'risi Shayx Jamoliddin Xar o'zini men bilan tang o'rinda qo'yib bevosita Samarqand taxtigohiga farmonbardorlik qilgan bo'lsa-mu, xon otam uning talabiga qo'shilib rasmiy yorliq tushirmagan edi. So'ng u Shayx Jamoliddin Xar o'lgandan keyin Toshkentga mening igidorchilik qilishim muqarrar ish edi. Biroq og'am buning rozi bo'lmadi. Hatto lashkar tortib kelishdan xijilmi bo'lmadi. Qaynotam Sulton Yunusxon oliylaridan heyiqmagan bo'lsa, bu chaqqa nima kunlarni ko'rar bo'g'aydim tam. Ajaba, Xorasondek bepoyon tasarrufimizni, Hirot, Baliqdek katta shaharlarimizni Husayn Boyqaro kotibasi g'am qilmay, uning saltanatini xijil bo'lmay e'tirof qiladi-yu. Ammo Toshkentni mendek bir tuqqan inisdan tortib olish uchun lashkar tortishdan ayonmaydi. Bu qandoq adolat o'zi? Toshkentni tortib olaman deb hargiz ham xiyol qilmasin. Jinim tenim dili bo'ladi ekan, hargiz yo'l qo'ymayman. Tex Samarqand taxtigohiga itoat qilishdan bosh tortqinim yo'q. Mono Ishon Hazrat Oloydan kelib Toshkentni og'amga buyurib berib o'tirmas. Ishqilib uning nasihatlari men uchun baribir. Uni butkul tasarrufimizga avom ra'iyatning pirbuzurki, sulik peshvosi deb bilganligim uchun al-yurtning yog'i balosida qilishib qarab turmas. Ikki og'iz haq so'zlab og'amga nasihat qiladi deb dargohiga Muhammad Haydar Mirzani avatganman. Shunga nasihat qilg'usi bo'lsa menga emas, og'amga qilish kerak. Oppoq soqol Xo'ja Nasriddin Abaydullah Ishonning inchga, quvvatsiz oppoq barmoqlari tasvirning yo'g'on kahrava urug'chilarini tinimsiz seyretdi. Kahrava tasvir Ishonning barmoqlari orasida tinimsiz aylanadi. Uning xiyollarimi o'sha tasvirning urug'chilariga o'xshash tinimsiz edi. Bir-biriga muxolif bo'lgan bu uch podshoh go'yoki bir-birlari bilan jangga tushmoqchi bo'lgan uch mast to'giga o'xshaydi. Bo'g'risi tutib mast bo'lgan to'gini boshqarmoq naqadar tez-a. Ammo men shu topda bir emas, uch bo'g'rining orasidaman. Ey Hazrati Izzat, qudratli karomating, tugumas inoyating bordir. Kamini ojiz qulunga bunu ushmas to'gining chulvirini mahkam tutolug'idek kuch qudrat ato qilg'aysan. Ular sening shafoating mening sababim bilan bir mavqaga kelib ittifoqlashgan. Men faqat ularni sulhiga da'vat qila olmayman. Chunki ularga farmon berish qo'limdan kelmaydi. Yoshinib qoldim. Ikki putum go'rga sanqiladi. Bu davoni buningdan ortiq hal qila olmayman. Ishon oradagi eg'ir sukunatni gelini qirish bilan buzdi. Hammalar beshini ko'tarib uningga qaradi. Ishonga tangli tikilgan bu ko'zlardan allaqandoq bir umid nurlari balqiydi. Rasuli Akram Nabi muhtaram sallallohu alayhi va sallam muborak labzlaridan shundoq durguharlarni chechibdilarki, Hubbul vatani minal iman, ya'ni vatan söymek imandandır deb vazmin ahangda söz boshladi Ishon. Har kishining tug'ilib o'sgan, kindik qani to'kilgan yurti shul kishining vatanidir. Ushbu sababdan har kim tug'ilgan, o'sgan yerini jinidan aziz ko'radi. Kim ul kishining yurtini yomon so'zlar bilan sifatlasa,
Mazaqlısa, haqoratlasa, go'yo o'zi haqoratlangandek tuyg'uga kelib g'azablanur. Yotlarning ta'arruziga bo'lsa, zinhor yo'l qo'ymas. Ol ta'arruzni jinini tikib to'sar. Mavara-un-Nahir, Farg'ona va Xuroson vodisi azaldan Janobi Sultonlarning otim rassamini, vatani. Bu tasarruflardagi turkiy qavmlar sadoqatmand fuqarolari bo'lib kelgan. Mərhum Cənnət Makan Böyük Cahangir Toğluq Tömürxan aliləri bilən mərhum Cənnət Makan Həzrəti sahib qiran Əmir Tömür Körəgani aliləri ilgiri keyin bo'lib bu təsərrüfның təxt egisi bo'lib gəldi və qeyrindaşlıq, tuqqandorchilik mehrini haq dodiga yetkazishib, el yurtqa osoyishlik ato qildi. Hala bugungi kunga kelganda Sultan Yunusxon oliylari mərhum Cənnət Makan Busaid Sultan oliylarining arslanlari bo'lmish Janobi Sultonlarga hayot beg'ining nozik chimanlari bo'lmish malikalarni nikohlab berib, bul udumni aqdodiga yetkazdi. Do'stlik gullarini tuqqandorchilik sharbati bilan sug'ordi. Hayhat, jahonda buningdan mustahkam tuqqandorchilik mehri bo'lmasa kerak. Har kimning himmati yuqori bo'lsa, ol kishi xalq olam ichida aziz va muhtaram bo'lg'isidir. Janob Rasululloh Alloh taologa iymon keltirgandan keyingi amallarning kattasi bandalarning bir-biriga muhabbat qilmaqidir degan ekan. Eşan, depining qandaqroq ta'sir qilayotganligini bilmoqchi bo'lgandek, oldida o'ltirgan 3 hukmdorga tagsi bir qarab etgandan keyin yana davom qildi. Xulosi kalom. Sizlar tuqqanli emas, balki ota-bola, og'i-ini qeyrindoshlar-sizlar. Har biringlarning ilkida vatan timsoli bo'lmish bepoyon tasarrufinglar, katta shaharlaringlar bordir. Shundoq turib, ashu birgina Toshkentni talishib, tumanlab lashkar tortishqa, qilish yalang'ochlab qon to'kishga hozirlanishqa ne hojatki? Ol shahri Toshkent qaysinglarning tasarrufida bo'lsa, o'xshash emasmi? Ogoh bo'linglarki, sizlarning qeyrindoshlik mehringlardan mustahkamlangan ittifoqinglar muxoliflaringlarni qon yig'lasa, behuda muxolifatchilikinglar ol ag'yorlaringlarni qahqahlatib kuldirdi. Ular ham sizlardan shuni kutadi. Aql kishi mol dunyoning bor yo'qiga qayg'urmaydi. Ortiqcha boylik tepishga intilmaydi. Mol dunyo uchun johil kishilarni paypaslaydi. Nafsi shaytonning kayniga kirib, jafo kulfat chekadi. Do'stlariga, qeyrindoshlarga azor beradi. Noinsof kishilarning vujudi payli shaytonning jannatidir. Janobi sultonlar haqda Allohning ojiz quli bo'lmish kaminaning ikki qovuz kalomini anglashni maqbul ko'rsa, ko'nglimga tutganlarimni deb boqmoqchiman. Navoda saltanat ishlariga aralashmasinlar, o'z ishlarimizni o'zimiz bartaraf qilmoqchimiz deb qilishsalar, u mayli. O'zimni bu dargohga kelmagan hisoblab, Samarqanddagi g'ayribi xonamga ketib, ibodatimni qilaverman. Qo'liqimiz Janobi Ishon hazratlarida kalomlarini oyimag'ayla, dedi Sultan Yunusxon tavazu bilan beshini egib. Tasarrufimizdagi butkul avom ra'iyat Ishon pirimning ulug'ligiga qoyildir. Buzrukvorimning kalomini yerish haddim emas, dedi Sultan Ahmad Mirzoning darhol eg'iz ichib.
Tangri dargohiga yetgan Avliyo Hazratning muborak kalomini anglash biz uchun cheksiz baxtdir, dedi Ömer Seyx Mirza ifoda bildirib. Üç hükümdarının cevabını anlayan Hoca Ebeydullah İşan memnunluk bilen beşini langıştı. Cenab-ı Taj egileri kəminəge şunçilik işenç bağlıgan eken, ondaqda könglimdikini udulla dəverək. Oldu bilen üççileri köngüllerdeki odavet karılarını pak kız yuyup yetişkeyla. Çünkü barcı bozuk işlarının toğulup çoğun buladigan joyi odavet hor köngüldür. Odavet nefsaniyetten toğuludu. Nefsaniyet bolsa, pəriştilərinin ustazı bolğan Azazulğa nefsini başquralmağanlığı üçün şeytan rəcim, yani lənəti şeytan namını bergen ki, ol iblisinin peylidin her qaçan saqlanmaq vacibdir. Bunun ilacı insaf ve vicdan özre qılınıdığan həkimane tədbir ve hərkitimizge bağlıqdır. Her birlerine aydındır ki, odavet derhi husumet yemisini beradu. Meğer ki odavet derhi yıldızıdan komurup taşlanıp, onun ornıga samimiyet köçtü tikilse, onundan muhabbet ve ülbet meyvesi nişanı bergeyler. Hoş, şundaq qilishqa Cenab-ı Tajdarlarının rıgbeti var mekin? Üçeylen tanrı cevap berişdi. Allah guva bolsun, ushbu saatdan etibaren ko'nglimizda zarracha odavat yig'i qolmag'ay. Ulul himmati minnal iman, yani oliy himmatli bo'lish imondandir, dedi Ishon memnunlik bilan tabassum qilib. Şol tapda oliy himmat egalarining suhbatida o'ltirganimdan o'zimni to'liq baxtiyor his qilmoqdaman. Ushbu himmatdan el yurt osoyishlikda yuzlanib, behuda qon to'kilishdan saqlang'ay. Asli muddaoga kelsam, Sultan Yunusxon oliylari har ikkilari uchun o'xshashli otadir. Otadan ne'mat olishish farzandga ravo emasdir. Kamina ojiz bir qul, yegona qudrat egisining madadi bilan uch tojdorning o'ttirisidagi da'voga shundoq hukm chiqaramanki, Toshkent Sultan Yunusxon oliylariga taba bo'lg'ay. Hammalarga ma'lum, otaning dargohi farzandning uyidir. Demak, ota dargohi Toshkentmi har ikkilarining uyidir. Ushbu sababdan ikkilari Toshkentni sening mening deyishmay, xohlagan vaqtda behuzur qadam tashrif qilishqayla va ota duosini elib savob tepishqayla. Hoca Ebeydullah İşan ağı inilə g'ın qılalmıqdak fatva chiqargan edi. U bu üç sultan o'ttirsidagi odavatni yo'qitib, el yurtni urush baloyobtidan qutuldirishning birdan bir tadbiri Toshkentni Sultan Yunusxonga buyurib berishdan iborat bu hukmni Samarqanddan yo'lga chiqishdan avvalla ko'ngliga pukkan edi. Chunki Toshkentni oka inidan qaysi buyurib bermisin, yana bir taraf qoyil bo'lmaydi. Sultan Yunusxon ikki kuyoqliga yalt etib qarab qo'yib, lamjin demedi. Ishon hazratlari tariqat peshvosidir. Pirining amri Xudoning amridir, dedi Sultan Ahmad Mirza so'z elib. Bu da'voga jahonda buningdan adil fatvo bo'lmas. Cenab-ı Büzürgvarim güherdek bebaha kalamlar bilen dilimizni ro'shan qildi. Otisidan shahar talishibdi degan tuzkurani otaqqa qilishdan Parvardigorim o'z panohida saqlag'ay. Xonag'amning himmatiga tasanna, dedi Ömer Seyx Mirza so'z elib. Kamina aqlsiz inalardan hurmatsizlik ketgan bo'lsa, apul qilg'ayla. Bu arzimas beshim har qachon adolat qilishlarning soyisidir. Undaq demislar qadrlik enim, dedi Sultan Ahmad Mirza hayajonlangan holda. Kamina og'ilaridan o'tgan yerlar bo'lsa, ko'ngillardan chiqarib etkaylar.
İki köy oğlumның himmetiga rahmat. Yaratqan igisi saltanat dövlətinlarni teximi ziyoda qilgan. Men sizlardan u dunyo bu dunyo rozi. Tugilgan mush bo'lib yashag'aysizlar. Janobi İshon hazratlarining yiroqni ko'zlab chiqargan hukmiga ming tasanno. Men faqat Toshkentning qoronchiqidurman. Haqiqiy egilari yanada sizlar aziz farzandlarimdirsizlar. Ota-onasini so'ygan va ularga itoat qilishdan bosh tortmagan, urug' tuqqanlari, qavm qarindoshlari bilan yaxshi muomalada bo'lgan kishi Allohning rahmatiga sazovor bo'lgusidir, dedi Ishon. Har qanday va'daning sharti vafodir. Kamina har birlarining halol lavziga ishonganligim uchun ushbu va'dalarni qog'ozga bitim qilishni loyiq topmadim. Chunki vafo ahli uchun qasam va bitim behojatdir. Har birlarining qimmatli vaqtlarini xor qilg'izib, g'aribona olchiqomga taklif qilibdiman-u, biroq oldilariga bir piyola sovuq suvni keltirmabdiman. Olchiq Ka'ba deb izohlatdi. Ishon bir tarafda qo'l bog'lab turgan so'pi xizmatkorga qaradi. Qani, endi dostixon selib maza tortilsin. Alloh egam bugun jahon mardlari bilan bir dostixonda tuz yeyishga nasib qilibdi. Shukri, 100 ming qatli shukri. Bayroqda adovat ushqillari shachirgan ko'zlardan shu topda mehr nurlari balqiydi. Qaynota og'i inilar bir-biriga o'zlarining kelsin deb hurmat tavazu qilishib qo'l chayqashdi. Mehmonlarning qo'liga suv berib bo'lgan so'p xizmatkor patnosga tizilgan yog'och cho'chakdagi holvalarni ehtirom bilan tutdi. Ondan bir tavan qozon qatlamasini akilib dasturxonga qo'ydi. Xo'ja Nasiriddin Abaydulloh Ishonning bu 3 sultonga tayyorlagan ziyofati faqat mushula edi. Qani xo'sh, mazaga qo'l keltirish kerak, dedi Ishon ondan so'p xizmatkorga qaradi. Mevlana Muhammed Qazini chaqirsinlar. Janobi sultonlar bilan ham dasturxon bo'lg'ay. Ayol bo'lmay yetib kelgan Mevlana Muhammed Qazi qo'l bog'lig'icha salom berdi. Assalomu alaykum. Janobi sultonlarga ehtirom bo'lg'ay. Va alaykum assalom, dedi Sulton Yunusxon das o'rnidan turib. Qaynotasining o'rnidan turganini ko'rib, Akufklami o'rnidan turishga majbur bo'ldi. Kelsinlar Mevlana, dedi Xo'ja Abaydulloh Ishon uning o'ltirishga joy ko'rsatdi. Mevlana Muhammed Qazi Umar Sayx Mirzaning to'van tarafida o'ltirgandan keyin qisqa Fatiha qilib mehmonlardan tinch amonlik so'radi. Ikkilariga tanishtirib qo'yay, dedi Ishon Sulton Yunusxon bilan Umar Sayx Mirzaga qarab. Mevlananing sharafli ismlari Muhammad ibn Burhoniddindir. Samarqandning xos kishilaridan bo'lmish Qozi Imomiddin ibn Miskinning farzandidir. Tariqat yo'liga kirish orzusi bilan avval bizning dargohimizda, keyin havolimiz bilan murshidlarning peshvosi, yo'l boshlovchilarning sarvari, pir buzurgimiz Mevlana Sayyidin Qashqariyning o'g'li Hazrati Xo'jakonning tarbiyasida bo'ldi. Hozir dargohimizning mutasaddisidir. Riyozat, tarix ilmlarining fozillaridandir. Mutasaddi degan boshqurg'uchi, xo'jador deb izohlatdi. Sulton Yunusxon oliylar bilan Umar Sayx Mirza oliylarining didoriga musharraf bo'lganimdan to'liq baxtiyorman, dedi Mevlana Muhammed Qazi tavazzu bilan bosh egib turib. Sulton Yunusxon oliylarining ilm kamolati va fazilatini Bag'dod, Shirozlardagi ilm dargohlarida ko'p anglaganman. Ul ilm dargohlaridagi olim ulamolar xon oliylarni yana ham ustoz Yunus deb tilga ilishar ekan. Unchalik ta'riflashga loyiq emasman, dedi Sulton Yunusxon xijilligini bildirib. Saltanat ishlari bilan malika bo'lib, ilm tahsil qilishdan to'xtab qolgani halam bo'ldi. Ular zig'ir yig'ida pishirilgan qozon qatlamasini yog'och cho'chakdagi holvaga milab yegash, bir pas tog'dan bog'dan mungdashdi.
Keyin gapning temisi tariqat so'likiga yo'tkaldi. Ишан fursatni ching tutib, bu uch hukmdorga tariqat so'likining ma'nosi, tariqatning maqomatlari, tariqatning arkoni, tariqatning sunnati, tariqatning mustahabi, tariqatning nahisi, tariqatning cho'ng kichik abjadlari, tariqatning imoni, tadbiri, tariqatning obro'yi haqida kuyib pishib so'zladi. Maqomat degan bosqish debdi izohatda. Mustahabi maqbul udumlari, nahisi degani man'iy qilingan ishlar debdi izohat. Yomonlikdan hazar qilmoq avomning tavbasidir. O'zligidan poklash xoslarning tavbasidir deb nutqini xulosaladi Ишан. Qo'rqish gunohdan, shariatga xilof ishlardan, Allohning g'azabidan, riyozatning azoblaridan, parning qarg'ishidan qo'rqish kerak. Usti va ostidagi ikki nafsini, ya'ni tamagar nafsi bilan balogar nafsini tizginlab, 6 kunlik qonalg'i bo'lmish bu nayrangvoz dunyoning turli qiziqtirishlaridan o'zini cheklab, mol dunyo, rohat farog'at, ma'shat qo'g'lashmay, insoniy komillikka yetish uchun barliq qudratini sarf qila olgan inson o'zini tariqatga mansub deb bilsa bo'ladi. Kim ittiyimi bilan beqishqa tegishlik vujudidan quturgan talablarni zabun aylab, o'zini mutlaqning ishqida kech kunduz urib, sulukka kirib, suluk peshvolari bo'lmish maqomi avliyolarni pir tutib, ularni rahnamo aylab yoshsa, qo'liga 8 jannatning oshqushlarini olg'aylar. Haqning dargohi bo'lmish xonaqolar uzra majlislardagi halqi samolarda zabonidan otash kabi etilib chiqqan jarrilarning savobidan oxiratda yo'llari nurlarga ko'milgay. Ишанның nutqini choza qurib o'tirib anglayotgan Sultan Yunusxon birdanli yukinib o'tirib, beshini töven salg'inicha ko'zlariga liq yosh oldi. Bu nutq uning vujudiga dahshatlik vahim solgan bo'lib, o'zini go'yo hozirli munkir nakirlar so'rab opirib, lovuldab o't kuyayotgan do'zaxga tashlaydigandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Yeshi 70dan oshgan Sultan Yunusxon mush yillarda bu dunyoning g'amidan ko'ra, u dunyoning g'amini bakrak qiladigan, o'ltirs qopsa o'lim, oxirat, behish do'zax haqida uzundan uzun xiyol suradigan bo'lib qolgan edi. Ишанның tariqat yo'liga da'vat qilib aytgan sülük targ'ibotlarini anglab, yuragi qaytadan ezilib ketgan, Ишанны pir tutib, sülükka kirsila hozirli qo'liga jannatning oshqusini ola oladigandak tuyg'uga kelib qolgan edi. Shunga sülük targ'ibotlari oxirlashaman, o'milib bog'inicha Xo'ja Abaydullo Ишанның kahrvo tasvir tutib o'tirgan qo'llariga avval so'ydi, ondan mangzini yoqdi. Ey katta martabalik avliyolarning, murshidlarning peshvosi, dinimizning nuri, tariqatning sulukining rahnamosi, Sultan Uluma hazratlari, dedi Sultan Yunusxon yuzini Ишанның qo'liga surkabdi. Butkul vujudi gunohi kabirlarning nijosatlari bilan bulg'angan kamina gunohkor bandining tövbesini qabul qilib, saodatman tariqatga musharraf qilg'aydi. Ko'zimizga yo'ruqliq, qorong'u dilimizga ziyo ato qilg'aydi. Himmat inoyatlarini oymay, pir tutish orzuyimizni maqbul ko'rib, murodimizni hosil qilg'aydi. Ишан Sultan Yunusxonning yelkasidan mehri bilan papilab turg'izdi. Başlarını ko'targaylar, ey sultan oliylari, dedi u. Saodatman yo'lboshchilarning sarvari, tariqat murshidlarining peshvosi, Tangriga yiqilishi zanjirining bosh halqisi, pir buzurgimiz Xo'ja Bahoddin Naqshbandi hazratlari qorong'uda tamtirab qolgan ozg'unlarga yo'l ko'rsatinglar. Ularning yo'llarini, zindon kabi dillarini o'tqash bo'lib yuritinglar deb ta'lim bergan. Albatta ol jannat maqom pirimiz tilga olgan yo'l va o'tqash bitahqiqi tariqatdir.
tariqat yo'li izlab etaklerimizga esilgan har qanday kishining qo'lini silkib etishga haqqimiz yo'qdir. Bu avval pir rizosi, ondan Alloh rizosidir. Barhaq Haq Taoloning dargohiga yetgan Hazrati Ishonpirimiz tariqatga o'zini otagan barliq azg'ullarning rahnamosidir. Deb eg'zashdi bayotdan beri bir chatda yukinginicha adab saqlab o'ltirgan Mavlona Muhammad Qozi. Har kishi Alloh taoloning avliyolaridan biror pir buzruk varg'i murd bo'lishga tirishqay. Ularning tirishchanligi sababidan agash kuchigimi yo'l boshchig'i savab hosil bo'lg'usi. Bu dünya yo'lovchilar tushib o'tadigan o'tangdir. Bu o'tanga kelgan yo'lovchi yo'lni ozmay menish uchun bir karvon beshiga muhtojdir. Karvon beshini topolganlar manzilga ozmay yetib borur. Topolmaganlar, topsimi tonamaganlar, tonusimi agashmaganlar zabunluq cho'lida tamtirab xoruzar bo'lur. Bu dunyoning mahshatlari bugun bor, at yo'q. Sen de bari ət onun quluğa ötür. Köp nərsi azıyor, təl nərsi kemiyor. Bir avatlıqның bir xaraplıqı bulur. Zimin, malı dünya, xatun talışıb sığışmağanlar, bul nərslərinin igisi mən dəb əxni tonumağanlar, axır qisabda yana quruq qol ketib qalır. Əl misaqdan tartib, nurğun qudretlik şah sultanlar, taxt sahibi, toj egilir yaşıdı. Al-misaqdan tartib, nurg'un qudratli şah sultanlar, taxt sahibi, toj egilir yaşıdı. Qani ular? Hammasi tuproqqa yem bo'ldi. Ruhlari tirikligida qilgan yaxshi yomon ish amallarining hisob kitobini berish uchun haqning oldiga ketmadimi? Bu dünyanın məişətlərinə zinhar məftun bolmağayımız. Çünki bu dünyanın bir qoluda həsəl, bir qoluda zəhər bardır. Aval həsəl verib, ağzını tatlıq qılıb qoyub, ondan zəhər qoyulğan qədəkni sunar. Bütünlük, mükəmməllik, təllik, axırlaşmaz məişət, xuşallıq fəqət ahirətdədir. Yəni, ul dünyadadır. Fakat tariqat peşvaları bolmuş pırlarla kişilerini aşı saadet menziliga başlap barar. Meğer tariqat izdigici çin ixlasmen bolsa, bir pirkamilning peşiga esilishini çin yurkidan talab qilsa, haqiqiy irodasi bolsa, ol kishi mashriqda pir buzruk mag'ribda bo'lgan taqdirdimi? Ol kishi mashriqda pir buzruk mag'ribda bo'lgan taqdirdimi? Tanrıda Allah ol pirini tartib, ixtiyorsız ol kişinin qishig'i keltirir. Magar ol kişinin talebi haqiqiy bo'lmasa, pir tutishni chin yuragidan talab qilmasa, garchi ol pir komil bilan bir o'yda bo'lsa-mu, maqsadiga yetolmas va bu saodatga muyassar bo'lolmas. Mana Janobi Xon oliylarining ixlosmanligidan Alloh taolo mushundoq bir sabab bilan Hazrati Ishonpirimizni Samarqanddagi yiroq bir shahardan bu dargohga keltirdi. Ey xon oliylari, Hazrati Ishonpirimizning etaklariga esilgan qo'llarini zinhor qo'yib bermagaylar. Bayatın beri işkitayım bop olturgan Ömer Seyx Mirzimi derhal ömülep bağınıca Sultan Yunus Xan'ın yanına gelip Hoca Ebeydullah İşan'ın etikege yüzünü yaktı. İşan Hazretimni pir tutup özümüzge rahnama kıldık. Bizni her kaçan söhbetlerge dahil kılıp bereketlik dualarını ayımgayla. Tariqat yoluga keltirgen payi kademlerimizni ul dualarının berekatı bilen iqbal quyaşı yurtup turgay. Eteklerinin peşige esildik. Bu yoldan zinhar yenişimiz yoktur. Dedi Sultan Yunus Han yana iltica qilib. Biz kabi ozg'unluq cho'lida sarson bo'lganlarning ko'ziga nijotlik yo'lini ko'rsatib, qo'llarimizga murod gullarini tutqizgayla. Bizdan keyingi avlodimizmi avloddan avlodga tariqat yo'lini tutib murod topqay. Shu topda Xo'ja Abaydullah Ishonga oyig'iga yiqilgan ikki hukmdorning
Onundan artıq ilticaları hacet emas idi. Tileməkdən aval özünü bağışlamaq niyetinin əvzilidir. Dedi İşan barmaqları bilan saqallarını tarab turub. Biz faqat qorong'uda qolganlarga chiroq boyli bo'lib beraymiz. Ushbu chiroq boyning ustida yo'rib turgan tariqat chirg'idan nur ziyo ilish Janobi sultonlarning niyat iqboliga bog'liq. Oliylari tahorat yanılvağın bo'lsa, dedi Mevlana Muhammed Qazi Sultan Yunusxon bilan Ömer Şeyx Mirzaga tavazu bilan egilib turib. Murid mursidlik vositasi tahorat bilan poklanib turib, lavzi qasam qilinsa maqomiga yetgan. Sultan Yunusxon bilan Ömer Şeyx Mirza das o'rnidan turib, tahorat elish uchun bir ivriqdan suvni ko'tarib daldiga mengishdi. Xo'ja Abaydullah Ishan Samarqanddan oldirab tenab yo'lga chiqqan vaqtda bu ikki hukmdorni murid qilib olishni xiyoliga keltirmagan edi. Shu topda u pat yaqinda tariqat so'likini Iroq Mo'g'uliston shahar qishloqlarigacha kengaytirish uchun puxta asos solganidan qattiq hayajonlanib ketgan edi. Ishan tahorat elib kelib, oldida yukinib o'tirgan Sulton Yunusxon bilan Ömer Şeyx Mirzaga qo'lini egiz ko'tarib duo qilishga boshladi. Ey Tangrim, chin va haqiqiy qadam bilan tariqat yo'liga kirib, talab vodisini besib o'tib, maqsadlarining manziliga ulashgan va gumrohlarni nijotlik nishoniga boshlagan zotlarning hurmatidan umid kemisini chechilong'uluq va tabriqchilik girdobidan nijotlik sohiliga tortgan, Xorizorliq cho'lining tashnolariga saodat buluqini ko'rsatgan ulug'larning hurmatidan ul ozg'unlarni nijotlik yo'liga boshlag'aysan. Mahrumlik, yiroqlik va umidsizlik vodisida chanqigan ul tashnolarga rahmat daryoyingdan va mag'firat buluqingdan tomchi ato qilg'aysan. Hurmatli anglag'uchilar, bugun kitobni o'sha yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'aninglarga rahmat. Xayr, xush, aman bo'lgaysizlar.